Bugun Urganch shahridagi 9-son umumiy o'rta ta'lim maktabida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 5 ta muhim tashabbus va sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish bo'yicha davra suhbati bo'lib o'tdi. Davra suhbatida Respublika o'rta tibbiyot va farmatsevt xodimlar malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Urganch filiali ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Urinova Mahira va Respublika o'rta tibbiyot va farmatsevt xodimlar malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Urganch filiali o'qituvchisi Sapayeva Yulduzlar ishtirok etdi. Davra suhbatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 6099 sonli farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-noyabrdagi aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PK 4887 sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-iyuldagi yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faoliyatini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 6260 sonli farmonlarni bajarish yuzasidan muloqot uyushtirildi. Urinova Mahira Nuriddinova 2019-yil 19-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida olib borilayotgan ishlar yuzasidan o'quvchilarga bilim va tushunchalar berib o'tdi. Bugungi kunda yangi O'zbekistonimizning siyosatida yoshlar daftari, temur daftari, ayollar daftari joriy qilingan. Albatta bundan hammangizning xabaringiz bor. Demak, bunda asosiy maqsad nima bo'lsa? Ayollar O'quvchilar 5 ta muhim tashabbus doirasida maktabda olib borilayotgan to'garaklar, ularda ishtirok etib, respublika, viloyat bosqichlarida faxrli o'rinlarni egallab kelayotganliklari to'g'risida gapirib berdilar. Sog'lom turmush tarzi tamoyillari va turli kasalliklar profilaktikasi mavzusida o'quvchilarga bilim va tushuncha berib o'tgan Sapayeva Yulduz ham o'z fikrida bugungi pandemiya davrida bu kasallikni oldini olish, kasallikka qarshi kurashish va uni bartaraf qilish borasida nimalarga e'tibor berish kerakligini, to'g'ri ovqatlanish, uni inson hayotida qanday ahamiyatga ega ekanliklari to'g'risida o'quvchilarga tushuncha berib o'tdi. Har kuni masalan, har kuni ertalab jismoniy harakat, jismoniy mashq bajaring deb aytamiz, to'g'rimi? Bu aytishdan maqsad nima? Nechun har kuni ertalab kun qolgan qismida qilmaymiz? Chunki odam organizmi ertalab ko'proq rivojlanadi, bo'yi ham o'sadi. Yana kimga qo'shimcha? Sabab har kuni ertalab biz jismoniy mashq qilishimiz kerak. Bizning jismoniy mashq qilishdan maqsadimiz organizmimizga yig'ilgan tuzlarni eritish. Davra suhbati bahs-munozara tarzida olib borilib, o'quvchilar o'zini qiziqtirgan savollarni berishib, o'z savollariga to'liq javob oldilar. Davra suhbati o'quvchilarda katta taassurot qoldirdi. Suhbatdan keyin Respublika o'rta tibbiyot va farmatsevt xodimlar malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Urganch filiali xodimlari maktab qoshida tashkil etilgan 5 ta tashabbus burchagiga tashrif buyurdilar va o'quvchilar bilan u yerda ham qisqacha suhbat uyushtirdilar. Bunday suhbatlar o'quvchi yoshlarda ma'naviy dunyoqarashni kengaytirish, ularni fikrlash qobiliyatini yanada rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi.